Agarda soxtaligini xohlasang, seni davrang soxtalikka to'la bo'ladi. Agar haqiqatga yaqin inson, ya'ni haqiqatni gapiradigan bo'lsang, soxtalikka qaraganda senga munosabat bildiradiganlar kam bo'ladi. Lekin haqiqat yo'lida fikrlash baribir boshqacha. Chunki hech qachon egri miqlarga zarb yaxshi tushmagan. To'g'ri miqlar zarb yaxshilikka tushgan. Shunga hayotda nima demoqchiman? Egri miq bo'lgandan ko'ra to'g'ri, ravon, tekis miq bo'lgan yaxshi. Bu haqiqat.